Xo'p, bu o'tlarni qo'shdim, keyin bu gulni ezish kerak ekan. Xo'p, qoldim. Endi bu balichkani qo'shish kerak ekan. Mana bo'ldi. Hammasini bittirib ham qo'shish kerak ekan. Ana bo'ldi. Men uchadigan damilim tayyor bo'ladi. Men uchaman keyin kapotni ham ag'rani shu hali mehmonga chaqirdim. Kapot ham kelish kerak ko'rsataman. Men uchadigan damilim. Xo'p, hammasi instruksiya bo'yicha qilganman. Hammasi o'qishigan. Gulni qo'shganman, o'tni qo'shganman, hamma narsani qo'shganman. Bo'ldi. Meni damilim tayyor bo'lishi kerak. Damicha qottirib, menga damilim bilan tayyorlash. Ana bo'ldi. Damilim tayyor bo'libdi. Nima ish ko'ramiz o'zi. Nima? Tushunmadim. Nima bo'ldi endi? Men nima kichkina bo'lib qoldim. Nima boshqa damilim tayyor bo'lib qoldim. Nima? Hammaga salomlar, sizlar. Otim Kompot dengizga yaxshi kelibsizlar do'stlar. Men hozir ko'chadan kelyapman, aylanib kelyapman. Endi mazza qilib uxlayman deb. Voy do'stlar, bitta narsa esimga tushib qoldi. Qishloqqa meni qo'shnimga chaqiruvdi, qo'shnim meni mehmonga chaqiruvdi qishloqqa. Voy, mehmonga borish kerak. Mazza qilib uxlayman desam, ko'chadan aylanib kelyapman endi. Mayli bo'lmasa mehmonga chaqiruvdi-ku, axir nimadir hozir damilimani yoqib qopti, unga tayyorlash, damilimni tayyorlab uchadigan damilim, lekin ishonasizlarmi? Ishonmayman, lekin umid qilaman ishonishga o'xshasa, lekin zo'r bo'lardi-da. O'zi uydamikina, mana bunaqa banchkalarni qaranglar, damilalarni rostdan damilama tayyorlash yoqib qopti. Ey qo'shni, uydamisan? Qo'shni, ocha qol, Kompot mehmonga keldim. Nimaga ochmayapti? Uyda yo'qmi deyman-da. Qani ko'rlichi rostdan ham uyda yo'qmi? Ochmayapti axir, balkim uxlayotganmikin tayyorlab olib. Yo'q, uyda yo'q axir. Nimaga uyda yo'q? Tushunmadim. Mayli ko'rib ko'rish qanaqa damlamalar tayyorlayotgan o'zi. To'xta, eshik ochiq ekan rostdan o'zi. Ey qishloqqa uydamisan? Yo'q, uyda emaskan, hech kim yo'q ekan axir. Bosmaga meni Kompot. Nima qanaqa ovozli eshitildi? Tushunmadim, qanaqadir sichqon yuribdi modda. Ey Kompot, men bo'taman. Nima deyapti? Muomalani qaranglar endi. Qanaqadir sichqon ovoz kelyapti. Stollarni qaranglar, mana kitoblarni qaranglar, damilamlari juda ham yoqib ketyapti. Lekin menga tanlash umuman yoqmaydi, lekin yoqib ketyapti. Ey senga Kompot, bosma Kompot. Nima qattiq ovoz kelyapti? Damilamlarni qaranglar, qattiq ovoz kelyapti. Men tushunolmayapman, shuni sichqon yuribdi modda. Kompot, men bo'taman, yerga qara. Nima? To'xta, qishloqqa. Mana sandiqqa qo'y, hammasi tushuntirib beraman. Sen yaxshi eshitmayapman, sandiqqa qo'y deysanmi? Ha, Kompot, seni yaxshiroq eshittiradi. Kompot, iltimos qo'ygan, senga hammasi tushuntirib beraman. Mayli, davay, oppa, ana bo'ldi, tushunmadim. Nimaga sandiqqa kichkina bo'lib qoldi? Ey Kompot, kulgili emas bu axir. Kompot, iltimos menga yordam bergan. Qanaqa yordam beraman? Nimaga o'zi sen kichkina bo'lib qolding? Xullas uchadigan nabilni vaqt qo'ydim. Kompot, endi men kichkina bo'lib qoldim. Qanaqa bo'lganimni Kompot, menga yordam ber. To'xta, qanaqa sen yordam beraman? Men tushunolmayman, axir men nima qilishni bilmasam, men hech nima tushunmayman bu narsada. Kompot, iltimos yordam bergan. Senga qara, kichkina o'qiganim oddiy bo'lib qoldi. Endi hech kim meni eshitmayapti. Nima qilaman endi? Ovqat ham yo'mayman. Yur, qishloqni yoniga olib qo'yamiz, axir damilam tayyorlashni biladi-ku, axir. Ha, Kompot ketdi, beliga chiqib qoldim. Bo'ldi, sekinroq yur, Kompot, tushib ketmay. Ha, bo'ldi, belingga chiqib qolsan, yaxshilab ishlab olgan bo'ldi endi. Hozir oqishloqiga borib, so'raymiz damlama shirish berishi bizga. Ey oqishloq uydamisan? Oqishloqqa ham yo'qmi deyman-da. Rosa ham yo'q ekan oqishloqqa. Ammo Kompot, oqishloqqa esaga chiqib qoldim. Men ketuvdi, shaharga ketuvdi axir. Nima shahar ketuvdi? Bo'pti, uni shahar ketgan bo'lsa nima qilamiz bo'lmasam? Bilmadim, Kompot, menga yordam bersang bo'ldi. Kompot, iltimos damlama qilib bergin menga. Qanaqa qilsang yordam beraman, qishloqqa men damlama qilishni bilmayman-ku. Mendan yordam so'rayapsan? Nimaga o'zi damlama qilgansan? Ne o'zisan? Men bilmayman, axir nima qilishni. Kompot, bilmadim, lekin menga damlama shir bergan, o'zing qo'yib qilib bergan Kompot, menga balkim o'xshir. Tavakkalni endi. Qanaqa qilsang qilib beraman qishloqqa. Mayli uyingga boraylik, belingga tushgan. Ha, Kompot, iltimos qilib bergan kitobimda yozilgan, xuddi shunaqa qilib bersang bo'ldi menga. Kompot, juda ham zo'r o'xshaydi. Obbo, qanaqa qilsang qilib beraman, axir bilmayman-ku. Mayli, belingga chiq, qishloqni kutmaymiz u kelishini. Davay, ketdi do'stlar. Hozir men hayotimda birinchi marta damilamani qilib ko'raman. Davay, tush, menga o'rgatib turasan. Ha, Kompot, bilagan narsalar o'rgatib turaman senga. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak.
Bilmagan narsa bo'lsa estirma, agar men bilsam kapot kitob o'qing, kitobni bo'lish kerak. Xo'p, qaysi bet ekan? To'xta. Xo'p, mana shu bo'lish kerak deshmasam, mana shudir balkim, ha. Xo'p, nimadir yozilgan bo'pti, gulma. Ha, kapot o'qigan. To'xta qishloqqa, nimaga bilmasang, o'zi damlama taylaysan esan. Kapot bo'lsa maqtamoqchi men senga uchargan damlama tayladim deb o'xshamay qolding, professor. Nimadir noto'g'ri qo'ydimmi kitob? Boshqa metni ochib qo'ydimmi? Qishloqqa mayli bo'lmasa, xo'p, bo'tda gul olish kerak ekan. Xo'p, bunaqa gullar kerak ekan, ramashkalar. Ha, kapot olgan, iltimos, mana shu turtiraman. Xo'p, o'tli gullar qanaqadir kerak ekan. Hozir olib kelaman do'stlar. Obbo do'stlar, nima bo'ldi? Mayli, qishloqqa yordam berishim kerak. Endi kishini bo'lib qoldi-yu. Kim unga boshqa yordam beradi? Qishloqqa, endi shaharda bo'lsa, xo'p, ramashkalar. Mana bunaqa gullar olishim kerak ekan. Atir gullar hali, yana olishim kerak. Yana 2 ta, 3 ta gul. Qani endi gullar? Topib olib borishim kerak u yoqqa. Mana mashimkina, yo'q, boshqa edi shakar, boshqa rang edi. Xo'p, mana bo'ldi, hammasini olib keldim do'stlar. Endi bo'lmasa, boshlaymiz nima qilishni. Xo'p, bo'pti, mana mashdan boshlaymiz bo'lmasa. Xo'p, bo'ldi, olib keldim. Qani, sen eshotdamisan? Ha, kapot, chaqab ketdim, shu damlarni icholmaydi. Yo'q, damlama ichma, hech qanaqa damlama ichma. Sen yo'qotib qo'ydim yana. Hech qanaqa damlama ichma. Hozir senga taylab beraman, o'shani ichasan. Hamma gullar olib kelib bo'ldim. Bo'lmasa taylashni boshlayman men. Nima qilishim kerak? Ha, kapot, shu barishga hammasini qo'yib o'rgan, aytib turaman senga agar olishim kerak, to'q olish kerak emas. Uni yes, ana bo'ldi, qishloq tayyor bo'ldi. Endi ichasan buni. Kapot rosa tayyor bo'ldimi? Ha, mana tayyor bo'ldi. Mana endi ichsam bo'ladi. Qanaqa yeysan bilmadim. Ha, oddiy mana. Davay, mana shu nima tayyor bo'lgan bosh. Chubonimi? Nima qolsan ham bo'tdi. Chubonim kapot, nima qilganing bu oxir? Nimaga men gigant bo'lib qoldim? Doktor, nimaga men gapiryapsan? Nimaga sen gigant bo'lib qolding? Men tushunmadim ham. Kapot, nima qilib qo'yding? Doktor, nimaga men gapiryapsan? Axir men senga aytdim, nima qilishni bilmayapman. Nimaga men gapiryapsan endi? Kapot, nima qilasan? Kapot, gigant bo'lish qilib turgan. Kapot, nima qilaman endi? Uyim biz bordim endi. Kapot, nima qilaman endi? Voy, bilmadim, qishloq qochib turgan nimadir noto'g'ri qilganmikin? Voy, ana gulni sal ko'proq qo'shib yuboraman endi. Kapot, nimaga bunaqa qilasan? Bo'ldi, qishloq, men gapiravermagin. Mani aybim emas axir. Men senga aytdim, damlama pishirib bilmayapman. Sen qil dedim. Kapot, endi nima qishloqni kutamizmi? Ha, endi to'g'ri keladi, qishloqni kutishsan oddiy hayotingga qaytarib beradi. Endi qishloqni kutamiz ham. Hali qachon keladi? Qayerda uxlayapman? Ko'chada uxlaymanmi? Bilmadim, lekin qayerda uxlaysan, lekin o'zingni uyingda ham uxlolmaysan, meni uyimda ham uxlolmaysan. Endi qo'ymayman. Qayerda uxlasang ham bo'ladi, rostdan. To'xta qishloqim, menda bitta zo'r fikr paydo keldi. Meni uyimda uxlolmaysan, o'zingni uyingda uxlolmaysan, lekin ko'chada uxlasang bo'ladi. Qanaqa ko'chada uxlayman? Kapot, aqliga sig'dirolsanmi shuni? Sovuq axir ko'chada. Bilmadim, xo'p, emas, ertalab uxlaysan, kechasi yurasan. Endi mayli, to'xta, men senga katta kalavat qilib bermoqchiman. Nima deysan? Katta kalavat deysanmi? Mayli, qilib beraver kapot, men uxlasam bo'ldi. Lekin mayli bo'ldi, qilib beraver kapot, hozir uxlayman, lekin rostdan belim olib ketyapti bu gigant bo'lib. Ha, tushunaman. Bo'lmasa ketdi. Mana hamma bloklar olib keldim men senga kalavat qurish uchun. Bo'lmasa boshlaymiz. Mana daraxtdan boshlaymiz birinchi bo'lib. Qanchalik baland qilsam ekan bu daraxt? Sal balandroq bo'lsa yaxshi bo'ladi. Axir beriyor edi-ku. Salom kapot. Nafas olma, tushib ketaman, nafas olma. Mayli, sekin. Hozir endi karkasni qurib olaman. Karkasdan keyin matraslarni, yostiqlarni qurishni boshlayveraman bo'lmasam. Xo'p, mana bo'ldi, karkasni qurdim. Endi matrasni quraman. Mazza qilib yumshoqqina yotishim uchun. Mana haqiqiy Minecraftga o'xshab qizil oq quraman. Xo'p, bu yerga endi yostiq kerak, yostiq. Mazza ana bo'ldi do'stlar, mazza qilib yotasan endi. Yumshoqqina yotib ko'rchi qani. Mazza kapot, lekin oyoqlarim osilib qoldi. Oyoqlarimni badal qo'yib qo'ygan. Hozir qo'yaman. Qishloq salom. Hozir to'xtab turing, oyog'ingga ham naslib qo'yaman. Bo'lmasdan oyog'ing osilib qolgan bo'lsa, bu muammo emas. Sal munda qorsa bo'ldi. 2 ta blok qo'yaman. Do'stlar, men hech qachon gigant uchun kalavat quraman deb o'ylamagan edim. Bo'pti, qishloqqa kelishini kutamiz bo'lmasa, bugun keladimi, ertaga keladimi, kechasi keladimi, hech kim bilmaydi hali. Mayli, telefon qilib qo'yarman. Qishloqqa
bir şey olmasdi. Eshitmayapman hech kimni. Bo'ldi, uxlab qopti. Uxlaversin ham mayli bo'lmasa, men uyini ta'mirlashim kerak balkim. Uyi ham yomon bo'lib ketdi, men qishloq bechorani mayli, o'zi ham bilib nima qilgani, nimaga ta'mirlama qilishni bilmasa qiladi damlamani. Nimaga ichadi do'stlar? Bilmayman shunaqa odamlarni. Agar bilmasin nimaga qiladi o'zining ishini. Mayli, endi boshlayotgan ekan damlama qilishni. Hammada bo'lib turadi. Men umuman yo'qmas damlama qilish, lekin mayli ta'mirlab turaman qishloqqa uxlayotgan uchun. Bo'pti do'stlar, sizlar bilan xayrlash vaqti keldi. Men qishlog'iga gigant qiladigan damlama tayyorlab berdim, lekin buni xohlamadim. Like bosish, obuna bo'lishdan chiqmasdan keyingi jarayonni kuzatishga davom etinglar. Sog' bo'linglar bo'lmasam.